Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар? Бүгүн 26 декабрь күнгө ишемби Кара Суу базарындамын кайрадан. Нулевой ом отрядындамын. Телевизорлордун, бытовой техникалардын бааларын тартып көргөзөм. Телевизорлорду канча болуп атат? Televizorlar bulara 43'lük razmer, internet Wi-Fi TV'si var özünde. Bular 17 ming so'mdan. Bunları Android sisteması menen. Bular 18 ming so'mdan. Özünün içinde pamitleri var, Android bular. Bunlar bile oşadan 17 ming so'mdan. Bunlar var. Размерлери да 43. Yasin 43'lük bulup bunuku. Android sistemi, pameti var, plus голосовое управлениясы da var. Misal için bakında söylüyorsanız, YouTube'da söyle poisk klaspa, kutlu ошондой poiskları da var bunu. Buları 21 ming so'mdan. Şu 43'lüktör. Ana kichinakelerden ko'p so'rashadi hozir bunlar nolar. 26 razmer bo'ladi bulardaki. Bular 7,5 ming so'mdan bo'ladi. 26'lık nemesi. Bular 32'likler bular. Bunun Hisense firması var, Xitoyning eng kuchli firması. Buları 11 ming so'mdan hazır. Bunu Yasin'derdeki var. Bular da жақсы firma. Bular 10,5 ming so'mdan. Bunu Artel, Özbekistanskiy sborka, 3 yıl garantiyası mevcut, polный ekran bu dedi. Bu 10.800 so'mdan. Narxı Samsung bo'ladi, al internet, Wi-Fi TV'si menen bo'ladi bular. YouTube internet ulab ishlatsangiz bo'ladi. Bular 11,5 ming so'mdan. Ошондой. Анан стиральный машиналардағы бар мына. Мындай. Стиральный малюткалар бар, самый маленький. Автомат. Малютка жок азыр. Жок. Жол жак. Базардан таппайбыз, малютка. Сурап атышканда катталчу. Алган болушу мүмкүн. Так азыр келбей атат да. Булар 7 килограммдык Авангард фирмасыныкы 3 жыл гарантиясы менен. Булар 7,5 миң со'мдан. Ушулар мындай немеси бар, анан кызыл свети бар. Мындай 7,5 Бул жок, бул арзаныраак, бул Ясин фирмасы. Бул ичине узкий фасонда чыккан, булар 6,5 миң со'мдан. Ичин ачпайсыз көрөлү. Булардынки. Bunun içi, bunun içini görüp koysanız болады. Бул канча кило? Бул 7 кило бул. 7 кило 200. Бул деле 7 кило 200 жазып койгон, бирок 6 килограмм чыгат бул. Ошондой чыгат. Так, булар деле ушундайбы? Бирдей ушу, просто расчеткасы арканда да. Так, кандай телевизорлор бар? Телевизорлор эми мунулар бар, чоңдору. 50 размерде. Канчадан алат? 50 размер Камызып коесузбу? интернети менен булар. Аз. Bunun var internet. Бар эле интернети менен экен да? Bunun internet менен Chigo firmalыкта. 4K немеси бар өзүндө. Разрешениясы бар экранында. Бул 24 миң со'мдан. Наркысы мынол без интернет болот, бул простой бул. Бул 18 миң со'мдан болот. Гарантиясын жазып бересиңби? Гарантияларын жазып, печаттарды басып полный нумерин беребиз. Ошондо кандай маркадагы телевизорлор бар? Ясин? Yasin бар, Hisense бар. Hisense, Yasin. Skyward деген бар ана. Ушулар бар. Эми Кытайдын немес телевизорлордун ичинде ушулар бар, эми Hisense'лар бар, эң күчтүүлөрү. Газовый плиталар да барбы? Газовый плиталар мынакей. Газовый плиталар. Муну Шваки деген фирма, Өзбекстандыкы. 2ге2 духовкасы менен болот. Булар 14.500 со'мдан болот. Мына Ребус дегендер бар, турецкий, совместный булар. Булар 12,5 миң со'мдан болот. Мына коричневый свети, вентиляторы бар ушуларда. Тут бардыгы вентиляторы бар. Наркысы бар, Flix деген фирмасыныкы 2ге2, буну грили менен болот буларды. Канча бар? Өзүнүн ичинде грилин. Бул 14 миң со'м, мыналар 12,5 миң со'мдан. Арзандап турбу, булар 14 болчу эле 12,5 миң. Ошондой. Hazır. Bu konteyner Omat'ta нулевой ряд 28 konтейнер. Geleverесиздер, Кудай кааласа арзан кылып жолунда кылып беребиз. Бардык нерсе гарантиясы менен печаттарды басып кылып беребиз. 16 ming so'm bez internet. 16 ming so'm. 15,5 Samsung var. Samsung. internet 15 kılып berебиz bular. İnterneti bari deseniz bak Hisense bular. 20.500. Hisense. Burada Yasin var alsanız 18 ming so'm. Да, Hisense. Samsung. Канча бул? Размери канча? 43. 43. Бул да 43 бу? Yok 43 onlar. 20.500. Бул
Bularçı. 32'ler bular. Bez internet 10,5 ming so'm. Al şular internetine kança. Wi-Fi TV degeni var 11 ming so'm. Ha, Android 12,5 ming. Bularçı. Buna 43 Smart Yasin 18 kılık veririz. Ha, Wi-Fi TV'si 17. Hop. Şuna bez internet 10.240 veririz. Al En geldi. baksana o 32 10.200 so'm bez internet. İnternette bularçı. Bu Ne? Android 32. Ne degen marka? Black. Yes, Black Black da. canlı geldi. Российский bu. Российский 12,5 mi? kılık veririz. Kitayskiler hem 12,5 ming Android'de. Bu hem 12,5 ming so'm. Kurtlar kança? Kurtlar karutçu 70'ten başlap 250 keçeyim var. Kanari bir kurtu var, televizör bir kurtu var. Universal PC mi? Kurs kötörlük etti tatlı. Kurs kötörlük etti de. Kurska Oşun baylanışlı. için hiç kim kötörlük etti. Erkencili şu mağalda televizörlerin hafif şarjlandı. 70'lerde onda kurs. Oşumundan da 83'e. internete barlar ötkencili 14 ming so'm edi. Uşuları. Hazır 18 ming so'm. Mına uşu. Kurs kötörlük ketdi, kevatkan senasi kötörlük ketdi. Двойной kötörlük ketdi. Oşun için. Onu 10.200 degeni. Qaysı? Onu 10.200. Mına. Şu mağalda 5,5 ming 6 ming so'm edi. Hazır 10.200. Evet, kişine kurs çıkmasa жақсы lazım da falan. Kurs düşse arzandaydı Hatta da. gözü düşpeydi. Kevatkan senasi düşpeydi. Kurs çıkmasa hatta kişine düşüp kaldı kurs. Kurs kişine düştü da biraz. 83 bulup kaldı. 85 ele o. Холодильниктер kakta. Bu yakta var, ondan keyingisi de var. Bu yakta hem var, bunda katecaniki var. Tamam. 20 mingden kançaga çeyin? 200 mingge çeyin? Kondisyonerlerden baların surat şarkı kaptavçıları. Papa, yaxshi yurashadilar-ku. Ijara 50 ming so'm turdi. Öyle mi? Qo'ldan zaten. Aha. Bular Beko firmaniki ija. 25 kvadrat metrga 20 ming so'm turadi bahsi. Minus 7 gradusdan keyin ishlaydi qishinda. Buni Aukus firma var, 75 kvadrat metr 50 ming so'm turadi. Barliq konditsionerlar vaqtida 20 mingdan boshlanib, 200 minggacha yo'qda stoyachi konditsionerlar bor bu yoqda. Tura turib, stoyachi, qishda bunday kafe, mafiya ishxonalar qo'ya turgan. Shu? Aha. Makara. Qarovuzдағы o'sha kvadratdan qarab, qarovuz 22 ming so'm, eng kichkina 25 kvadrat metr. Samsung ustidan qoldi hozir. Samsungdan jo'q 25 ming so'm sotdik buni. Ular Malayziyani qoldi. Al Aukus 23 ming so'm turadi, 25 kvadrat metr oldi. Al kvadratdan qarab ko'tarib ayog'i. Ama ne degen? Al bu pechka 4,5 ming so'm turadi. Ariston. No. Pылесос. Sırtı kim var? Bular üstüne pulsoslar 4 mindən başlap 17 mingə çeyin. 4 mingden 17 mingge çeyin. Aristondur. Aristonda 4 mindən başlalat tak 13 mingə çeyin. 4 mingden 13 ming son. Айтпады ал. Обогреватель. Осси. 13 қауырға. 4 мил сом болды. Бұлар. 4 ming. Осси, мындан қалбай қалды. Bu чисто дубайский, а мынау Япония, корейский. Япония сборка, корейский, масляный. Черный. Bir maşinka var kança. 6450. Автомат var mı silahta? Бар автомат, düz götürün. Şarkılı автоматтан өзі бар. Пол автомат бұл. Kança 4 ming. 4650. Ama maşina kança. 7300, 9,5 ming. Buna testomешалка 450 dolar. Evet. 10 kilo alacağım, 15 kilo alacağım. Oğlum 15 kilogrammışlar. Bunlar qanday apparatlar? Ulan abi kartoşka neler çıkarttı. Kartoshka frilesi mi? Qancha so'm, qancha? Bunun 500 dolar. 500 dolar. Bunlarchi so'kkese turgan. Kesadigan 720 dolar. Aksiya bo'lib o'tadi. 950 dolar. 720 dolar uçuyor. 120 dolar. Bular niye apparatlar? Мясорубкалар, go'sht maydalar. Qancha bular? Bundan 320 dolar, bundan 380 dolar. Çoğunları var bundan, çoğunları. Bu 570 dolar var. Bafinisi var qancha? Bundan 330 dolar 2 tane.
Buna kapkağı joğu 140 dolar. Buna kapkağı ballar 180 dolardan. Bitti abi. 180 doları. Bu Waffelnitsa. Moğlan neler? Bunlar gazlar ece. Promotion çoğun gazlar. Ramushlim. Kança bular? Bunlar 485 dolar. Sende 315 dolar. Турецкий neler? Kürsalmış. Kırsallıkta. 5 versen. Kança bular? Bunlar 1100 sondan. Optoy senası var. Hop değilsenler. 1500 son. Kamutlar kança? Kamotları 900 sondan, 1000 sondan. 950 sondan arasında. Qaysi 950? Nalar var? 4 yaşık be. 1000 sonu. Nergisi 1000 son. Ha, bular 1000. Şoňradı. Men kiçinekey 800 dedim size. 950 son. 950 son. 400 son. Mekansı son. 250 son sevetçiler. Теста мешалка 50 килограмм. Kança son? 850 dolar. 8,5 milyon baştan atacağım. Ha, kiçinekeyler 8,5 bu. Avest 8,5. Çoňdoru kança? Çındırma 25 bin son, 26 bin son, 40 bin son, 30 bin son. Acı 20 bin. Qaysı? Beko 2 kodu. 20 kança? 20 bin son. 20. Birisi kança? Bir sonrası 22 bin son olacak. Noç. Deriyanlı. 22 bin son. 20. 2 son. Samsung 45 bin son. Камерный. 55 bin son. 45, 55 karaları. Acı 70 bin son. Bu 70 bin son ekan. Beko 70 bin son. Firmaşinalar 16 mindən 54 min son. Alo bak, acıda bas alalım. Çeynekeyim. Hadi magazinden hava deneyimizde de hava düzgün de oldu. 25 mingga olib 10 ming bergan. Qanchadan? Echamdalar blenderlar. Bavadnom kafemolkasi ham bor, blenderlar bor. 1100 so'mdan ular. Basi 1400 so'm. Anamlar aytmaydilar aslida chopper deb qo'ydi. Bu 950 so'mga amna chashkalu mikser idishi menen birga. Dayar 2400 so'mdan idishining razmeri 4 litr. Anamlar 1300 so'mdan blender. Amna aytmaydilar ashdan bayaqaning yaxshisi bu. 3 litrligi 1600 so'mdan anamlar mikserlar. Bular 350 so'mdan bo'ldi. Amna LG blender 1500 so'mdan bo'ldi. Amnalar 3 v 1 blenderlar bular. 3 v 1 bular blender ham bor. Benchigi ham bor. Ichinde ovush reskasi ham bor. Aytmaydilar turgan blender. 1100 so'mdan. Ha, shundan. Hamma dag'i o'xshag'oni. Bundan nimalari lishniy mikserlarichi. Qum ko'virtirg'ich, xamir qila turgan nimasi lishnisi 1500 so'mdan basi. Ha, bularning idishli mikserlar arzonroq nimalari? 1400 so'mdan. Original. 1400 so'mdan bular, anmalari 1100 so'mdan. O'shunday 3 v 1dan arzonroq. Redmi firmaniki moshina 800 watt, abayaqlarki 1200 watt, o'shuncha qimmat. Anmalar temirli mikserlar. Moshinasi 600 wattdan. Moshinasi yaxshi bulardan, kasvasi ham yaxshi, basi 600 so'mdan. Anandagi nimalar kerak? Menda atparvatlar ham bor ekan, atparvat. Kimdir 5 yil turgan yerni. Ya, shular qancha atparvat ekan? Atparvatlar zarar 1700 so'm originali. Arzonroqlar bor, 900 so'm, 500 so'm ham bor. Ana bunaqa so'ko'z markalar o'zi bor. Qani? Mana so'ko'z marka. Bunlar 2200 so'mdan narxi birinchi turgan bosh bilan bitega 800 so'mdan arzonroqlar. Amnalar originallar 3,5 ming so'mdan LG'lar bor. 2700 LG'lar kasvasi yaxshi. Ana bunda 4 vannonlar bor, bo'shqinchi. So'kam chiqarib blender ham bor, ichida ovush reskasi ham, kafemolkasi ham bor. Komplekt 3,5 ming so'm. Ana bunda Samsung blenderlari azirqinan. Ana bunda Vitekdan 3 vannon blenderlar bor. Arshaniki bor arzonroq. Balari bulari 1100 so'mdan, bulari 1900 so'm. Ana bunda bo'shliqi bor. Bosh firmamizga ham 1100 dan. Sapati yaxshi, kачествоsi. Sapati eng yaxshisi qaysi sapati? Eng yaxshisi bunanisi mana. Mashinasida 1200 watt, shu kачествоsi ham yaxshi, o'zi ham nimasi motor cho'ngroq bo'lib turibdi. Eng sapat yaxshi shunisi.
Şu turu ko'p. Bunda DSP firmaniki bor, Texnomer firmaniki, Bosch, Arsha Texnomer bardigi bor firmalar. Yaxshi. Nimalar neler? Avasherasi Bu bormi? o'tiktoruz, o'tiktor ham turi ko'p. 750 dan boshlab 2000gacha. Salom qiling. Assalomu alaykum. Ular ham bor bundalarchi. Qancha? Buni 10 kg sotadi. Ha, bo'ladi. 300 so'mdan barcha. 10 kg topib gramoyda boyaqa nimaga ishlatib ko'rincha bo'ladi. Arzon tutallar bor, 300 so'mdan bo'lib qoldi hozir. Ana utkuni arzonroqlari bor. Uyga ishlatgan yaxshi nalari bor bundan. Sapati ham yaxshi, kachvasi. Ba'zan ko'p qimmat emas, 750 so'mdan. Garantiyasi 1 yildan. Mana mega. Bu boyaqaday etmaydilar turgan, o'chirishga deb qo'ydi. Etmaydilar san qo'ydi, piyoz, miyaz, kapusta, balg'asi but barg'i maydalayveradi. Chisnok, sous tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ba'zi 1000 so'mdan qilib beradi, original 2 litrli steklanli ishi. Steklanli. Tezroq kel. Nimalarda aytsa ko'pijmalqa yetak aytdingmi? Sokujmalka biteklarda aytdik, Texnomer elchilarda. Balaring qancha deding? Balari 2400 so'mdan, bunalari 2000 so'mdan, bunalari 750 so'mdan. Nimalari? 750. 750 so'mdan. Ana pilsoslarimiz bor. Pilsoslar ham turga arqili bor. 5000 5000lari bor. Yaxshi biteklar bor, eng so'nggi chiqayotgan hozir. Biteklar. Zapaska mushuk turmaydi. Shotkalar ham original cho'ng shotkadan. Masalan, chan chiqarib bor. Shuni jo'q tixa ishlaydi. Basi 4500 so'mdan 1 yil garantiyasi bilan. Bunlar ne termosmi? Ha, ular tixal. Yo'q, mana zеленый. Zеленый blender, ruchный blender. Zaryadka bilan ishlaydi-da bular bor. Kokteyl tayyorlab ichaveradi. O'shani ochib ko'rsatmaysingmi bu yerda qancha so'm? Bular 500 so'mdan edi. Shular sapati qanday yaxshi? Sapati normalniy va. Sapati yaxshi. Bular zaryadka qilib ishlataverasizlar. Ko'rib ko'rdingizmi? Muncha soni. Mana yerdan ochiladi mana. Mana filtri ham bor, shu buni ochsa ham bo'ladi mana. Mana kokteyl mana yerda tayyor turaveradi mana. Pichoqlarimda 2 joyda ishlatsangiz, basani shirman. Zaryadka Bu o'ta maydalaymi? Ha, maydalaydi. Kokteyl tayyor. Banan bilan sut qo'yib turib, aralashtirsangiz kokteyl bo'ladi. Mana ichaverasiz mana. Shu banan bilan sutni aralashtirib ichishim kerak ekan. O'shandaga zo'r nima. Qancha so'm deding? 500 so'm. 500. Optovoy semasi ekan bu. Hurmat tuğanlar, optovoy semasini aytib Bular o'sha optik basi 500 dan, go'ra olganlarga da 500 dan. Mana joyda o'zi rozitsada bozorda 1000 so'm, 1100 so'm sotib o'tadi. Ha, 1050 ham sotib o'tamiz shunday rozitsada. Optik arzon. Ana pilsoslardan ham turi ko'p bunda. Buradan bir 5-6 alsa 550 dan beradi ekanda. 500 dan deganim. Ha. Ana daminalar, bunda pilsoslar bor eja. Pilsoslar ham turi ko'p. Samsunglar bor, Vietnamskilar, ana medialar bor. Shu Samsunglar qancha o'tadi? 4700 so'mdan bo'ladi eja. 3 yil garantiyasi bilan kassalar ayol yaxshi. Ana bundan Haley firmaniki ham bor. Haley ham yaxshi. 4,5 ming so'mdan Haley firmaning 927 degan model bor, o'shalar arzonroq. 3200 so'mdan bo'ladi. Stakanchik desam, mana Redmondlar bor, stakanchiklarchi. Basi 3500 so'mdan. Молодец. Ana bunda Supralarimiz bor. 5 kunlik, 5 kunlik divayno shotkalar bilan bo'ladi. Turba shotkalari ham bor. Gilamga boy to'g'rilgan soch pashtlari bo'ladi-ku, jipsi, o'shalar jinab ketib turgan turba shotkalari bilan o'sha Supralar. Garantiyasi 3 yildan, basi 6800 so'mdan. Kachvasi yaxshi. Vitekdan o'sha arzoni. 3500 so'mda Viteklar o'shalar arzonroq varianti. LG firmaniki bor. LGlar ham yaxshi sotadi hozir. Qancha o'tadi? LGlar 4800 so'mdan. Sapati yaxshi. Bo'lsa, mana suvda ham bor ochiqlarichi. Arshi firmaniki Haley. Nimalar bor? Firmalardan o'shalar. Hozirgi aytgan yo'q, bu pastagilar emas, boshqalar bor. Bular qancha? Bular o'sha 1800 dan 7800 gacha. 7800 deb turib qaysilar? 4800 dan. 7800 so'mdan Samsunglar onasi pasta turganlarchi. Pilsosdimi? Ha, pilsosdan ona birinchi basi 4500 so'mdan. Shu ichlari 45 litr. Yo'q, bishkek emas bular. Ichlari emalron, O'zbekistongacha bular. İçinde svetler mi? Kaçsa ayvacak çıkartkan şular oldu. Turetskiler mi neler? Ha, bular şular Turetski luksillar. Qancha aytdingiz bular qancha? 3800 so'mdan qilib berasiz. 1 yil garantiyasi bilan. Mana 3000. Kecha emalron emasdan, qarang, prosta tunik. Avvalda emalron. Ana shu bular asli bir qadmi, o'rtasi buchuqqa. Mana teshiklari ham bor-da. Ular qanday emas. Ular yaxshi sotadi. Mana Deluxe dedingmi? Idealux ha. Idealux. Ushul yaxshi. O'shalar eng yaxshi, sifat tuzi ushul bo'ldi. Qancha so'm yo'qasan? Bularda esa 4800 so'mdan deyotamiz. Kaçsalar yaxshi. Mana shuni chaqqanragan. Bu 36 litr, bu 45 litr. Shu razmerda rang saqlab. Ular Nurgazlar 3500 so'mdan aka. 3400 dan qilib berasiz sizlarga. Bu Bishkekda. O, Bishkek alar. Bishkekda zuborka bo'ladi. Bunalar
Mikrovolnovkalar var. Mikrovolnovkalar 4000'dan hazır başlap 8000'e çeyin. 8000'e çeyin arqılı var. Buna eng qimmat 8000 so'mdan Samsunglar biokeramika. Mına o bir. Ha, o'sha. Matujul garantiya razmeri 23 litr. Elektrический kazanlar 1,5 ming so'm. Mikserlerdi ko'rsatib berim deydi. Maska taqınmadingmi? Yo'q. Уже koronavirus yo'q da. Ha, koronavirus yo'q. Men taqinib жүрөм. Men qo'rqum. Qo'rqsangiz taqishingiz kerak. Qo'rqaman. Doim taqinni 2 soat sayin almashtirib Unda shunday qilish kerak. самовнушение qo'ydim-da. Gençler. Kaç 350 so'mdan ular. Ular kaç tifal alışadi-da? Arzonroq. 350. Boshqa narsa yo'q. Qantib kurashtirishni ko'rsatib o'tadi. Qantiq kurashtirib ko'rsatib qo'ymaydi, o'ng'aylab Ko'rsatib turib qo'ydim. Mana ikkita knopkasi bor, mana ikki jag'ida. Knopkani bosib turib, bundan tarsa chiqadi mana. Chiqqandan keyin shuni mana yerga soladi mana. Qarang, o'zim esasa tushdi, ko'rdingizmi? Chiqqan mana. Ishlataveradi mana. Buni birinchi kurs, buni ikkinchi kurs. Mana yerda doполнительный обороты bor. Minimalniy, maksimalniy qiladi bu. Ligrovkasi. Mana ikkita knopkani esda chiqadi. Ana bunda venchik soladi mana. Chiq tushdi, ko'rdingizmi? Venchni mana ishga solib ishlataverasiz buni. Bu hozir eng sapatli blender. Pogrujenный blenderlar ichida ular bo'lib qoldi. Eng yaxshisi mana bu blender mana. Pichoqlari ham 4 talik mana. Moshinsida 1200 watt. Eng yaxshisi shu bo'lib qoldi. Motori ham cho'ngda bo'ladi. Mana buni sal arzonroq variant desa, mana bo'shtoriz bor, sal arzonroq variant. Buni razницасini tushuntirib beraman. Bulardan raznicasi, bular mощностida. Bunalar mощности unchalik biig bo'lib, saslabroq bo'ladi. Ana bulardan pichog'i menda 2 talik bo'lib, ko'rdingizmi? Ana orqada 4 talik edi. Ana bunday razmerida ham ayirmasi bor bunda. Ko'rdingizmi? Kichikroqmi? Narxini motori cho'ngroq bo'ladi. Nimalar funksiyalari birdaylar. Bular deylar, mana o'shireskasi bor, et maydalar turgani, et, piyoz, miyaz, bolgarskiy kapusta bari maydalatmi. O'shireska deb qo'ydi buni. Ana venchigi bor. Ana bunda blenderi. O'sha pogrujenный blender. Kokteyl baylet bu blender aslan. Raznicasi bor ekan. Birisi arzonroq, birisi qimmat. Raznicasi birisi sapatli, birisi sredniy. Jamla utukning eng sapatlisi shular. Mощности 2600 watt. Ana bular yaxshiroq vertikalniydagi utuktaveradi. Kiyimingiz veshikka turgan yerda bunda parmenenlar vertikalni qilib utuktaverasiz. Kurtka, paltolarga ayvay yaxshi. Ana naslari qalinni qarang. Boshqa utuklarga qaraganda qalin. Ana bunday tugma qila turgan yeri bor. To'pda nima deydi? Tugma. O'shani tugma qila turgan spesialniy местasi bormi? Tugmalari qiylanmaydi. Ananasida keramika, HB material sintetika jarmashmaydi o'ziga. Anan kastin, klassik kastin shunday tutsangiz ham jiltiratib qo'yib aytalardi. Anan boyaqidek kabel original buniki ham mana. Yumshoq kabeldan, originaldan. Eng sapati yaxshisi shular bo'lib qoldi hozir tutdim. 1500 deb garantiya yozib beradi ekan.